Assalomu alaykum. Hop, 13/25/2025-yil 26-noyabr shahri bo'yicha kelganmiz. Eja Gelius kotyolimiz. Eja mana Gelius kotyolimiz. Issiq suv bermayotgan ekan. Mana buni yoqqanda, suvimizni yoqqanimizda isittirib keyin sovib ketib qoldi. Hop, keyin tekshirganimizda mana ehtiyot qismlari ketgan ekan. Ikkala ehtiyot qismlari suvga javob beradi ekan. Hop, shundan keyin alishtirdik, boshqasi yangisiga qo'ydik. Hop, mana idishlari eskisi, yangi xuddi shunaqasini joylashtirdik. Hozir endi ishlayapti, xudo xolisa. Hozir yig'ib olamiz. Mana yig'ib oldik kotyolimizni. Eja Gelius kotyolimiz. Ishlashlari yaxshi, suvga ham ishlayapti. Yig'ib gradusni yo'lda o'lchab ko'rsatadi. Qolib ketmayapti, isidi. Titraydigan darajada. Hop, ishlashi yaxshi xullas. Shu aytganimdek, mana shu ikkita ehtiyot qismidan ketgan ekan, shu ishdan chiqqan. Mana shuni alishtirib yubordik. Shuni ehtiyot qismidan ham o'zimizda bor, bemalol aloqa eshitsanglar bo'ladi. 24/7 xizmatdamiz.